Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun 57-biletni ishlab bermoqman. 57-bilet birinchi savoli. Xo'p, savol: quyidagi joyda sariq avtomobilga kub o'tishga ruxsat beriladimi? Xo'p, sariq avtomobil kub o'tish taqiqlangan belgisi bor, lekin bu belgida soatini 40 dan kam yakka tartibdagi, ya'ni traktor, avtoarava, velosiped shularni kub o'tish mumkin, chunki 40 dan kam bo'lgani uchun. 40 dan baland bo'lsa-da, bu transport vositasi kub o'tish taqiqlanadi. Barcha transport vositalarini bu belgida kub o'tish taqiqlanadi. Hammani taqiqlanadi kub o'tish. Lekin 40 dan kam yakka tartibdagilardan tashqari. Ya'ni bu holatda hozir kub o'tishga ruxsat beriladi, chunki uni oldida kub o'tilayotgan transport vositasining tezligi 40 dan kam. Avtomobil haydovchisi qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat beriladi? Xo'p, bu yerda chorrahada belgi bor. Harakatlanish to'g'riga va o'ngga degan. Bu yerda bir yo'nalishda ikkita tasma bor. O'ng tasmadan to'g'riga o'ngga, chap tasmadan faqat to'g'riga harakatlanamiz. Bu yerda chapga burilish, qayrilib olishga ruxsat etilmaydi, chunki belgi bo'lgani uchun. Chiziq uzuk bo'lgani bilan boshqa yo'nalishdagi transport vositalaridan o'tish mumkin, lekin bizga taqiqlangan, chunki belgi bo'lgani uchun. Chiziqlar bilan belgilar ma'nolari bir-birine zid kelganda biz belgiga amal qilishimiz kerak. Shuning uchun bu yerda chetki chap tasmadan keltirganimiz uchun faqat V yo'nalishga harakatlanishimiz mumkin, faqat V yo'nalishga. Xo'p, qaysi rasmda haydovchi piyoda qoidani buzmay harakatlanmoqda? Qoidani buzmay harakatlanmoqda. Demak, bu yerda o'ng va chap rasm bor. Chap rasmda piyoda yo'l yoqasi xo'p mavjud emas deylik. Qatnov qismidan yursa bo'ladi, lekin bunday vaziyatda qatnov qismidan piyoda qarama-qarshi tomonga yurish kerak edi. Ya'ni transport vositasining oqimina qarama-qarshi harakatlanish kerak edi. Bunda noto'g'ri. Bunda yo'l yoqasidan harakatlanadi, ya'ni bu yerda majbur bo'linadir. Yo'l yoqasi mavjud bo'lgani uchun piyoda yo'l yoqasidan harakatlanadi. Transport vositasi oqimina qarama-qarshi harakatlanadi. Ham yo'l yoqasidan harakatlanadi. Shuning uchun o'ng rasmdagi piyoda qoidani buzmay harakatlanmoqda. O'ng rasmdagi piyoda. Chorrahadan o'tish navbatini ko'rsating. Xo'p, chorraha tartibga solinmagan va teng ahamiyatga ega bo'lmagan chorraha. Bu yerda stop belgisi bor. To'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan. Bu yerda yo'l bering belgisi turibdi. Bu yerda asosiy yo'l belgisi turibdi. Demak, asosiy yo'ldagi transport vositasi, ya'ni velosiped birinchi o'tadi. Demak, bu yer ikkinchi darajali yo'l. Ikkinchi darajali yo'ldagi transport vositalari chapga burilayotgan transport vositasi ro'paradagini to'g'riga va o'ngga o'tishini qizil avtomobil yo'l berishi kerak. Shuning uchun bu yerda birinchi bo'lib velosiped asosiy yo'ldagi, ikkinchi bo'lib oq avtomobil o'tadi, oxirida qizil avtomobil o'tadi, chunki u chapga buriladir. Bu yo'l bering, bu stop belgilari ikkisining jihati nisbatidan teng bular, ya'ni ma'nolari jihatidan teng. Lekin faqat stop belgida to'xtab harakatlanishimiz kerak, to'xtab so'ng harakatlanishimiz kerak. Yo'l beringda to'xtamay, asosiy yo'lda transport vositasi bo'lmasa to'xtamay harakatlanish mumkin. Farq shu o'rinda. Lekin ikkala belgi ham yo'l bering talabini bildiradi. Demak, velosiped qizil, yo'q, velosiped oq avtomobil, qizil avtomobil. Qaysi avtomobil chorrahada burilish qoidasini buzdi? Demak, bu yerda sekinlashish va tezlik olish bo'laklari bor. Shuning uchun haydovchilar sekinlashganda shu bo'lakka o'tib yoki tezlik olganda tezlanish bo'lagini o'tib, asosan yo'lning asosiy qismidan chiqish kerak. Asosiy qismda harakatlanayotgan transport vositasi qo'shimcha bo'lakka o'tib, so'ng o'ngga burilish kerak degan qoidalari bor. Bu yerda qizil avtomobil to'g'ridan-to'g'ri yo'lning asosiy qismiga chiqadir, ya'ni qo'shimcha bo'lakka chiqmay. Bu qoidani buzyapti. Ko'k avtomobil majburiy to'xtab turgani uchun sekinlash bo'laginda u asosiy yo'ldan buriladir. Bunday vaziyatda u majbur bu yerdan burilishga, ya'ni o'ng tasmaga o'tmasdan. Shuning uchun, ya'ni shu tasmada tirbandlik yoki to'siq bo'lgani uchun
u to'g'ridan-to'g'ri shu yerdan buriladi. Demak, burilish qoidasini buzdi. Demak, qizil avtomobil burilish qoidasini buzdi chorrahada. Quyidagi joyda to'xtashga ruxsat beriladimi? Bu yerda to'xtash taqiqlangan qatnov qismida, chunki aholi punktlaridan tashqarida asosiy yo'l bu hisoblangan yo'llarda qatnov qismida to'xtash mumkin emas deyilgan qoidada. Shuning uchun yo'l yoqasida bo'lsa mumkin edi, lekin qatnov qismida to'xtash taqiqlangan. Shu nisbatan deydi. Uzuk-uzuk bo'lgani bu yerdan boshqa, ya'ni qayrilib olish, boshqa manevr qilish uchun edi, lekin kubot uchun emas, именно shu. Bu yerda taqiqlangan. Shuning uchun rasmda ko'rsatilgan vaziyatda qizil avtomobil haydovchisi harakatni davom ettirishi kerakmi? Bu yerda harakatni davom ettirish kerak. Sababi qoida bo'yicha haydovchi shu yo'nalishda, ya'ni mana shu yerdan to shu yergacha bo'lgan holatda piyodani ko'rsa yo'l berish kerak. Qaysi transport vositasi qoidani buzmoqda? Bu yerda birinchi oq avtomobil qayrilib olish joyi ekan, chapga burilish taqiqlangan. Qayrilib olishga ruxsat beriladi. Endi keyingisi yashil avtomobil. Yashil avtomobil bu sidirg'a chiziq tomonidan kesib o'tayotir, bu taqiqlangan. Shuning uchun bu yerda har ikkisi ham qoidani buzmoqda. Har ikkisi ham buzdi. Har ikkisi haydovchi ham qoidani buzyapti. Qaysi yo'nalishda qayrilib olishga ruxsat beriladi? Demak, bu yerda asosan A yo'nalish mumkin emas, chunki bu yerda qarama-qarshi yo'nalishga chiqib qayrilib olayotir, bu yerda mumkin emas, chunki aylanma harakatda bu manevr noto'g'ri. 10-15 metr yetmasdan beriroqda bo'lsa mumkin edi, lekin endi bu chorrahaga kirgan hisoblanib turibdi, bu yerdan chorrahaga kirgan. Demak, bizga A yo'nalish aniq taqiqlangan. Endi e'tibor eting, V yo'nalish ham taqiqlangan, chunki chap tasmadan o'ngga burilayotganda shunday burilish mumkin emas. U oldinroq o'ng tasmani egallab kelish kerak edi, shuga burilmoqchi bo'lsa. Demak, bu yerda bizning yo'nalishimizdagi S yo'nalish to'g'ri. Bu yerda faqat S yo'nalish bilan qayrilib olish ruxsat etiladi. To'xtab turish deb nimaga aytiladi? To'xtab turish va to'xtash bor. Ikki ibora bor. To'xtab turish transport vositasi harakatini 10 daqiqadan ko'proq muddatga to'xtatish. To'xtash bo'lsa, transport vositasini 10 daqiqagacha bo'lgan muddatga to'xtatish, harakatsiz holatga keltirish. Demak, to'xtab turish transport vositasini 10 daqiqadan ko'p muddatga atayin to'xtatish, bu to'xtab turish hisoblanadi. To'xtash deb nimaga aytiladi? Hozirgina o'tdik, shuni to'xtab turishni ko'rib o'tdik. Endi to'xtash ham tushdi. Transport vositasi harakatini 10 daqiqagacha bo'lgan muddatga to'xtatish. U muddat orasida biz to'xtab bir yo'lovchi olishimiz, o'quv muddati yakunida toifadagi transport vositalarini boshqarish huquqiga ega bo'lish uchun necha yoshga to'lgan shaxslarning imtihonlarga topshirishga ruxsat etiladi. toifa uchun 16 yosh. Avtomobillar harakatlanayotgan qatnov qismida deb aytilishi kerak. Qatnov qismida nechta harakatlanish tasmasi bor? Bu yerda belgi bo'lgani uchun bu yerda ikkita tasma bor. Belgi bo'lmasa, chiziqlar bo'lmaganda haydovchilar o'zlari aniqlaydi. Ya'ni haydovchilar o'zlari aniqlanda bu yerda 3 ta tasma deb aniqlanadi. Lekin afsus, bu yerda belgi bor, shuning uchun biz bu yerni 2 ta tasma deb qabul qilishimiz kerak. Bir yo'nalishda 2 ta tasma. Qaysi yo'nalish bo'yicha harakatlanishga ruxsat berilgan? Demak, bu yerda sidirg'a chiziq tomonidan qayrilib olish, chapga burish mumkin emas. Yo'nalish taqiqlangan. Demak, bu yerda hech qanday boshqa belgi yo'q. Faqat shunda demak V hamda S yo'nalishlarga ham ruxsat etiladi. V va S yo'nalishiga ham ruxsat etiladi. Avtomobil haydovchisi qaysi yo'nalish bo'yicha harakatlanishga ruxsat etiladi?
Hop, bir avtomobil shu chorrahagacha bo'lgan qismi yo'lning bir tomonlama yo'l. Ya'ni bu avtomobil istasa chet tomondan, istasa o'ng tomondan kelishi mumkin edi. Siz bu yerni qarama-qarshi deb bilmang, chunki bu belgi bir tomonlama yo'lning oxiri belgisi turibdi. Demak, bu shugacha bir tomonlama yo'lda kelgan. Chorrahadan keyin bo'lsa, harakat yo'nalishi ikki tomonlama. Ya'ni bu avtomobil endi to'g'riga o'tolmaydi, chunki bu yer qarama-qarshi deb hisoblashimiz kerak biza. To'g'riga o'tmoqchi bo'lsa, u o'ng tasmadan kelishi kerak edi. Demak, bu chap tasmadan kelgani uchun faqat nega burilishga bo'ladi? Chapga burilishga bo'ladi. Ya'ni faqat chapga harakatlanishga ruxsat beriladi. Sariq mashina haydovchisi o'tib ketayotgan mashina orasida to'xtagan bo'lsa, orqasida to'xtagan bo'lsa, stop belgisida ham to'xtash kerakmi? Demak, hozir oq avtomobil kelib stopda to'xtadidan harakatlanyapti. Endi sariq avtomobil shu yerda to'xtagani yetarlimi degan deyatir bu savol aslida. Yo'q. U ham asosiy yo'lda mashina bor yoki yo'qligini e'tibor qilish uchun shu belgi oldida, ya'ni chiziq bor bu yerda, chiziq mavjud. Chiziq oldida to'xtab, so'ng harakatini qayta tiklash kerak. Endi to'xtash kerakmi desa, stop belgi oldida ham to'xtash kerakmi? Ha, to'xtash kerak. Avtomobil qaysi yo'nalishda qayrilib olishga ruxsat beriladi. Demak, e'tibor qilamiz. Bu yerda asosiy e'tiborimiz shu belgiga bo'ladi. Endi belgida birinchi, bizlar chetki chap tasmadan faqat chapga va qayrilib olishga ruxsat beriladi. Ya'ni chetki chap tasmadagi bu strelka chapga burilishni ko'rsatib turgan strelka chapga burishga ham qayrilib olishga ham ruxsat beradi. Biroq to'g'ri harakatlanish mumkin emas. Bu belgining nomi chorrahada tasmalar bo'yicha harakatlanish yo'nalishi. Xo'p, o'rta tasmadan to'g'riga chapga burilsa bo'ladi, lekin qayrilib olish mumkin emas. Qayrilib olishni faqat chetki chap tasmadan amalga oshirishimiz kerak, qoida bo'yicha. Shuning uchun biza o'rta tasmadan qayrilib olish mumkin emas. Faqat biza trayektoriya bo'yicha ruxsat etiladi. Faqat A yo'nalishiga ruxsat etiladi. Belgida haydovchiga kubich taqilgan. Xo'p. Bu belgi hali biza kubitishimiz mumkin. Chunki kubitish taqiqlangan hudud qachon boshlanadi? Obyektgacha bo'lgan masofa 300 metrdan keyin boshlanadi. Xo'p. Demak, bu ikkinchi belgida, demak, biza kubitish taqiqlangan hududidamiz. Chunki hali 300 metrdan keyin kubitish taqiqlangan hududning oxiri belgisi keladi. Demak, biza kubitish taqiqlangan hududdamiz hali. Ta'sirdamiz shu. Demak, bu belgi qo'yilgan. Bu belgida biza belgidan to 100 metrgacha kubitish taqiqlangan ta'sirdamiz. Demak, shu ikkinchi va uchinchi belgilarda taqiqlangan kubitish, ikkinchi va uchinchi belgilarda. Birinchida kubitish mumkin. Hali 300 metrdan keyin ta'siri boshlanadi belgining. To'xtagan transport vositasi bilan yotiq sidirg'a chiziq orasidagi masofa qancha bo'lganda to'xtash taqiqlanadi? 3 metrdan kam bo'lganda to'xtash taqiqlanadi. Demak, 6 metr mumkin, 5,5 metr mumkin, 4 metr mumkin, 3,5 mumkin, 2,5. Demak, 2,5 bo'lsa taqiqlangan. Qoida bo'yicha shu to'xtab turish, ya'ni 13-bobda keltirilgan bu bo'yicha svetoforning asosiy yashil ishorasiga yo'naltirgichlarning shakli tushirilgan bo'lsa, haydovchilarga nima haqida axborot beradi? Ya'ni asosiy qismida yo'naltirgich bo'lsa, demak, u svetoforning qo'shimcha qismi borligidan axborot beradi. Yaqin orada yashil ishora yo'q, svetoforning qo'shimcha tarmoq borligi haqida axborot beradi.